Sportbike chiroyli ko'rinadi, lekin hamma shu xatoni takrorlaydi. Ko'rinishiga qarab qiziqib olib, keyin bo'lsa minmay qo'yadi. Bugun sizlar bilan sport uslubidagi mototsikllar haqida gaplashamiz. Barchalaringga assalomu alaykum. YouTube ijtimoiy tarmoq orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan sportbike'larda, ya'ni mototsikllarda plyuslari va minuslari haqida ochiq oydin gaplashamiz. Ko'rib turgan bu mototsikllarimiz Bugatti Panigale hisoblanadi. Mototsiklda asosiy e'tibor beradigan jihatlarga sanab o'taman. Ko'pchilik O'zbekistonda replika variantidagi mototsikllar ko'payib ketdi. Buni olayotganda ko'pchilik xato qilib qo'yapti. Aynan shu replika variantidagi, original variantidagi mototsikllarda ham detallariga ahamiyat berib olishda sizlar bilan bugun o'rganib chiqamiz. Birinchi o'rinda mototsikl olayotganda e'tibor beradigan joyimiz amortizatori bo'ladi, o'rtoqlar. Ya'ni amortizatoriga bir qator qarash kerak. Yoq qo'yib yuborgan bo'lsa, amortizatorida chiziq paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Oldi amortizatorida o'sha amortizator yoq qo'yib yuborgan amortizatorda olib bo'lmaydi. Olib qo'ysalar ham buni oqibatida nimaga yuzaga keladi? Wobbling degan narsa bor. Ya'ni mototsiklda ketayotganingizda ko'pchilik sportbike mototsiklarini ko'rayotganlar, rul qaltirab izdan chiqib ketadi, trassadan, liniyadan chiqib ketadi va bu holat juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Chunki sportbike mototsikl ustida ochiq tanada, ochiq gavdada baykerlar o'tiradi. Yiqilish juda ham xato. Bu xato juda ham qimmatga tushadi. O'shuning uchun amortizatoriga qarash kerak bo'ladi. Ikkinchi e'tibor beradigan joyimiz, jihatimiz, hurmatli o'rtoqlar, hurmatli operator, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Orqa charx. Orqa charxdan nimani ko'ramiz? Ya'ni tep aylanayotgan qismida charx yilib qolmagan bo'lishi kerak. Charx yilib qolyapti degani mototsiklda balansirovka yo'q degani. Bu ham juda ham og'ir oqibatlarga olib keladi. Bu ko'rib turgan mototsiklimiz Bugatti Panigale, aytib o'tganimdek, ikki xil rangda. Birinchi bo'lib oldi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Oldi ko'rinishida LED faralar va karbon elementlari bilan jihozlangan. Yaxshi bukilgan oldidagi oynasi aerodinamikani sizlarga saqlab beradi. Bu mototsikl men o'zimga juda ham yoqdi. Bu yil juda ham ko'plab mototsikllar sotdik va juda ham ko'plab modellarni o'zimiz ko'rib, haydab ko'rdik. Bularning ichida shahar sharoitida yurish uchun eng zo'r variant Bugatti Panigale variantidagi mototsikllar. Va ko'pchilik mototsikl ishqibozlari yangi boshlayotgan novichoklar qanaqa kubaturadan boshlagan ma'qul degan savol berishgan. Yangi boshlayotganlarga o'rtacha turist kubaturani maslahat beramiz. Iloji bo'lsa, original mototsiklda boshlash kerak. Agar original mototsiklda boshlaydigan bo'lsangiz, bu hamma tizimlari joy-joyida ishlaydi. Ko'p replikalarda yaxshi variantlari ham bor. Aynan shu Bugatti Panigale'ga o'xshagan olib minsiz stoyt, ya'ni arziydi. Sababi nimaga deyapman? Boshqa replikalarda miya bilan motor bir-biriga mutanosib ishlamaydi. Hurmatli kuzatuvchilar, motor va miya bir-biriga mutanosib ishlamasligini oqibatida nima bo'ladi? Vaqtida siz tormoz bosasiz, aytaylik yo'lingizdan qanaqadir avtotransport chiqdi, razvorot yo'lagida u razvorot qilyapti, siz to'g'ridan kelyapsiz. Siz tormozni bosdingiz, lekin miya siz tormoz bosganingizni kechroq tushundi. Yoki bo'lmasa mototsikl oldini ko'tarib haydayapsizda, pastga qaytib pasatka qilishingiz kerakda, mototsiklda miyasi sizdan ko'ra kech ishlayapti. Buni oqibatida juda ham noxush voqealar yuzaga keladi. Mototsikl olayotganda e'tibor beriladigan jihatlardan yana bittasi, o'ng tomonda gaz bor. Mana shu gaz ruchkasida lyuft bo'lmasligi kerak. Lyuftni hammamiz bilamiz. Odatda mashinalarda bo'ladi, ruli o'ynab qoladi. Mana shu mototsiklda gaz nimasida, ruchkasida lyuft bo'lmasligi kerak. Mana. Men o'sha sal gaz tortyapman, motor ham ishga tushyapti va tablo ham buni sezyapti. Ya'ni motor bilan tablo bir-birini sezib ishlayapti. Mana shu holatda mototsiklda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Agarki siz gaz beryapsiz, siz gaz berayotganingizdan tashqari tablo kech ishlaydigan bo'lsa, оборотni kech ko'tarayotgan bo'lsa, miyasi motorga nisbatan ancha kech his qilyapti. Sizni boshqaruv panelida qilayotgan harakatingizni anchagina kech his qilyapti degani. O'shuning uchun mototsikl olayotganda e'tibor beradigan jihatlarimizdan
vilkasiga e'tibor beramiz, bu yoqqa yubormagan bo'lishi kerak. Orqasidagi charxga e'tibor beramiz, charx yilmagan bo'lishi kerak. Va gaz ruchkasini tortganimizda motor va miya bir-biriga mutanosib ishlash kerak. Yangi novichoklar o'rtacha 400 kubaturadan boshlagan yaxshi. Ko'pchilik aytadi 200 kubaturadan boshlasin, 250 kubaturadan boshlasin degan narsalar juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib ketdi. Odamlar 200-250 kubaturani olyapti-da, pul sarf qilib, ma'lum bir muddat, ya'ni qisqa vaqt o'tgandan keyin zerikib qolyapti. Zerikib qolishi bu tabiiy holat, chunki maksimal tezligi 200-250 kubaturada 100-120 km/soatgacha tezlanadi va mototsiklda dvigateli juda ham kuchlanish bilan yuradi. Shuning uchun mototsikl olmoqchi bo'lsalaring, 400 kubaturalik mototsikllar olishlaringni tavsiya qilaman. Chunki bitta olib haydaganingizdan keyin hech bo'lmasa 1 yil, 2 yil mototsikldan siz zerikib qolmasligingiz kerak. Nimaga 200-250 kubaturalikda olsangiz ham bo'laveradi. Masalan, $1800, $2000-$2500 Lux Kopia replika variantidagi mototsikllar juda ham ko'payib ketdi. Uni olib 1 oy, 1,5 oydan keyin zerikib qolganingizdan keyin 400, 500, 600, $700 nazatiga odamlar sotyapti. Qanaqadir vaqtinchalik 1 oy, 1,5 oylik emotsiyani deb, masalan, 400, 500, $700 pulni yutqizish menimcha ne variant hisoblanadi. Shuning uchun mototsikl yo'nalishiga kirmoqchi bo'lsalaring, mototsiklda yurmoqchi bo'lsalaring, biker bo'lmoqchi bo'lsalaring, o'rtacha 400 kubaturadan boshlaganinglar yaxshi. Keyin mototsiklda men kimlarga tavsiya qilaman? Men juda ham ko'plab mototsiklda avtohalokatlar, yo'ldagi masalan har xil holatlar kuzatilyapti. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'payib ketdi. O'zini bosib olgan odamlar minadigan bo'lsa, mototsiklda har doim hayoti xavfsiz. Endi bu Allohning aytgani bo'ladi yo'lda yurgandan keyin, lekin baribir ham hali qoni qaynagan yoshlarimiz oladigan bo'lsa, emotsiyalar, qanaqadir emotsiyalarga berib turib yo'lda har xil holatlar kuzatilyapti. Shuning uchun novichoklarga ham 400 kubaturali mototsikl tavsiya qilamiz. Agar siz mototsikl haydashni bilmaydigan bo'lsangiz, biz sizga o'rgatishimiz mumkin. Bemalol body motoga kelsalaring bo'laveradi. Biz sizga mototsikl haydashni o'rgatib, plyuslari, minuslari, yo'ldagi har xil holatlarda, har xil vaziyatlarda qanaqa narsa qilish kerak, qanaqa yo'l tutish kerak, qanaqa boshqaruv tizimiga o'tish kerak, biz sizlarga hammasini ochiq-oydin, eng muhimi besplatniy aytib beramiz. Xo'p, Ducati Panigale bu 400 kubaturali hisoblanadi, hurmatli kuzatuvchilar. Oldida ikkita oporniy diski bor. Keyin tormoznoy sistemasi ABS sistema hisoblanadi. Ikkita silindrli supportlarda 400 kubaturalik. Bu mototsiklda eng yoqtirgan joyim bu mototsiklda pasatkasida. O'tirganimizda mototsiklga pilot o'tirganda 5 santimetrga mototsikl o'zini o'zi cho'ktirib pasaytirib oladi. Bu odamga juda ham yoqimli ощущение beradi. Bu mototsikl professional trassalarda yuradigan sport, haqiqiy sport bike emas. Bu Lux Kopia hisoblanadi. Bu mototsikl qanaqa holatlar? Shaharlarda ichida yurish uchun, ishga borib kelish uchun yoki bo'lmasam o'qishga borib kelish uchun yoki bo'lmasam ishdan chiqib kechki payt yarim 1 soat miyaga dam berish uchun, stresslarni qo'yib yuborish uchun model hisoblanadi. Agressiv ko'rinishga ega, sport uslubida, motor ishlashlari ham zo'r. Yana nimalarni sizlarga aytib o'tsa, zavodskoy primatokda tormoznoy sistemasi jetkislik. Benzin 92, 95, 98 benzin yuraveradi. Endi iloji boricha 95 va 95 dan yuqorisini qo'ygan yaxshi. Hozir bu mototsiklda sizlar bilan yonishlarini va tablolarini bitta ko'rib chiqamiz. Bu tarafdan ko'rsatib bersak bo'laveradi. Kalitni ochishimiz bilan elektron tablo bizni kutib oladi. O'sha welcome yozuvi bilan. Xo'p, tablosida nimani ko'rishimiz mumkin? Tezlik, kilometraj, benzinda ostatka datchigi, umumiy yurgan kilometri, yurgizish uchun stepleniya bilan knopkani bosadigan bo'lsak, mototsikl уже yuryapti. Ovozi juda ham yoqimli. Buni endi mototsikl ishqibozlari o'zi tushunadi. Mototsiklga kim odam qanday ishqiboz bo'lib qoladi? Albatta mototsiklni birinchi o'rinda ko'rinishi, ikkinchi bo'lib ovozi e'tiborni o'ziga tortadi. Juda ham yoqimli. Ikkita pasatkalik va eng muhimi
Ekipirovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda ekipirovkalar ham bor. Har xil, ya'ni kaska, himoya vositalari biz sizlarga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, topib berish imkoniyatiga egamiz. Bu mototsikllarga nomer texpasport olishdan muammo bo'lmaydi. Ya'ni bunda rama raqami, kuzov raqami, dvigatel raqami, hamma narsasi bor. Nomlaringga shot spravka beriladi. Shot spravka bilan GAIdan nomer texpasport olish bor yo'g'i 1.450.000 so'm, shu 1.500.000 so'mda oralig'ida tushadi. Vodiy Moto kanalida B-Bike kompaniyasida sport bayklarda, sport uslubidagi mototsikllarda juda ham keng assortimenti bor va biz sizga aniq ishontirib aytishimiz mumkin, to'g'ri tavsiyalar beramiz va o'zingizga kerakli to'g'ri mahsulotni sizga tavsiya qilib beramiz. Mototsiklga keladigan bo'lsak, agar sizni yoshingiz 18-20 yosh oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, sizga hali mototsikl tavsiya qilmaymiz. 20 yoshdan yuqori yoshdagi insonlarga 40-45-50 yoshgacha mototsikl tavsiya qilishimiz mumkin. Chunki biz kuzatishlarimiz davomida 18-20 yosh oralig'ida mototsikl sotib olgan bolalarda qanaqadir xatolar yoki bo'lmasam yo'ldagi hodisalar ko'p sodir bo'lyapti. Chunki baribir inson 20 yoshdan keyin qandaydir sal qoni pasayib, o'zini joyiga kelib qoladi, qilayotgan ishini ham, nima qilayotganini o'zi yaxshi tushunadi. Mototsikl minayotgan pilot o'rtacha 3 sekunddan keyin yo'lda nima sodir bo'lishini taxmin qila olish kerak. Shuning uchun iloji boricha o'zini bosib olgan odam mototsiklda minsa yaxshi va shu o'rinda mototsiklda 2 kishi yurishni ham tavsiya qilmaymiz. Qachon professional biker bo'lgandan keyin orqalaringga qo'shimcha odam o'tirg'izsalaring bo'ladi. Mototsiklda umumiy og'irligiga keladigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, 250 kilo, minish boshqarishga juda ham qulay. 6 ta skorostlik, maksimal tezligiga keladigan bo'lsak 170 km/gacha chiqadi. Endi pilotni og'irlik vazniga qarab, meni vaznim 95 kilo, men maksimal tezlikka 156 tezlikka chiqdim. 75-80 kiloli pilotlar minganda aynan shu modellarimizni 170-174 tezlikkacha chiqdi deb aytishdi. 400 kubaturali mototsiklga o'rtacha 150-160 tezlik juda ham normal hisoblanadi. Tormoznov sistemasi ABS, hamma zapchastlaridan muammosi yo'q va eng muhimi, hurmatli kuzatuvchilar, bu bayklarimizni narxlari $2800. Respublika bo'yicha dastavkamiz bor. Aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Aytib o'tganimdek, ta'kidlab o'tganimdek, bizning kompaniyada, bizning kanalimizda sport mototsiklarini juda ham keng assortimenti bor. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsalaring bo'laveradi. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Shunaqa chiroyli texnikalar, shunaqa chiroyli mototsikllar hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar.